Salom, sizlar bilan men Akmal va bu videoda sizlar bilan biz ma'lumotlar tuzilmasi va algoritmlari fanidan berilgan vazifani ko'rib o'tamiz. Men 5-talabaman va menga berilgan mashq bu binar qidiruvdan foydalanib elementlarni tasodifiy ravishda toping degan mavzu. Birinchi o'rinda binar qidiruv nima ekanligini ko'rib o'tishimiz kerak. Binar qidiruv masalan mana shu lug'at deb tasavvur qilsak, mana shu daftarda lug'at deb tasavvur qilsak, unda birinchi harfdan oxirgi harfgacha hamma so'zlar bor. Menga qaysi lug'atda masalan B harfi kerak bo'lsa yoki masalan H harfi kerak bo'lsa, lug'atda linear search nima qiladi? Lug'atni boshidan ko'rib chiqadi. Har bir bitni ochib, ko'rib chiqadi. Binary searchda nima qilinadi? Binary searchda shunday daftarning o'rtasini ochamiz, qaraymiz. H harfi qaysi tomonda? Bu yoqdami, bu yoqda? Bu yoqda bo'lgan bo'lsa, bu tomon kerak emas bizga. Bu tomonni tashlab yuboramiz. Keyin bu tomonni qaraymiz. Yana o'rtasini ochamiz. Yo'q, qaysi tomonda? Bu tomondami, bu tomonda? Bu tomonda demak. Yana buni tashlab yuboramiz. Oxiri mana shunday bo'lib ketaverib, oxiri qaysidir songacha yetib boramiz. Buni sizlar bilan hozir misol tuzib ko'ramiz. Ya'ni misol sharti qanday bo'ladi? Foydalanuvchi son kiritadi. Birdan o'zi xohlagancha, masalan, 1dan 100 gacha son kiritadi. Bizning dasturimiz esa uni taxmin qiladi. Ya'ni so'raydi. Siz 50 kiritdingizmi deydi. Foydalanuvchi aytadi, 50 dan katta yoki 50 dan kichik belgilarni kiritadi. Birinchi o'rinda biz video yozilyapti. Birinchi o'rinda kod yozadigan ilovamizni ochamiz, ya'ni CodeBlocks bizda. CodeBlocks'da create a new project, console application, go, next, CPU tanlaymiz, unga nom beramiz. Bitta ikkinchi vazifa. Finish'ni bosamiz va sizlar bilan dasturning amaliy qismi, ya'ni dasturlash qismiga keldik. O'zi qanday ishlasak bo'ladi? Ya'ni binar qidiruvda oddiy while'da qilsak ham bo'ladi yoki rekursiya yordamida ishlasak ham bo'ladi. Rekursiya yordamida ishlash ozgina murakkabroq. Shuni ko'rib o'tamiz hozir. Biz qanday nima yaratamiz o'zi? Binar qidiruv, ya'ni yoki binar game degan funksiya yaratamiz. U dastur qanday ishlaydi? Funksiya son taxmin qilishi kerak. Masalan, foydalanuvchi son kiritadi birinchi. Necha bilan necha oralig'ida sonlarni o'ylayotgani haqida. Masalan, 1 bilan 100 deb kiritadi va 1 bilan 100 orasidagi sonlarni taxmin qiladi bizning ilovamiz. Dasturimiz. Kutubxonani olaymiz. EOS3RAM using namespace std int main deb yozdik. Endi void tipida funksiya yaratishimiz kerak. Funksiyani int maindan pastda yaratamiz. Void tipida binar game. Binar qidiruv nimani qabul qilishi kerak bizga? Ikkita qiymat kerak, ya'ni start va finish. Int start, int finish. Funksiya tanasi. Endi funksiyamiz ishlashi uchun o'zi funksiya int maindan tepada turishi kerak. Lekin biz pastda yozdik. Nima qilsak bo'ladi? Funksiya prototipi degan narsa bor. Funksiyani e'lon qilib ketamiz. Int maindan tepada. Void binar game int start int finish. Nuqta virgul funksiya prototipining oddiy funksiyadan farqi bu yerda nuqta virgul bo'ladi va funksiyani bilan bir xil bo'ladi deyarli. Endi funksiyani pastda yozadigan bo'lsak va mana dastur ishlatadigan bo'lsak ham xato bermaydi.
ishlaydi, kompilyasiya bo'ladi. Endi funksiyaning tanasiga o'tamiz. Rekursiyada nima bo'lishi kerak asosiysi? Rekursiyada birinchi o'rinda uning to'xtash sharti bo'lishi kerak. Ya'ni to'xtash shartini yozamiz. If deymiz. Start katta yoki teng bo'lib qolsa, finishga ekranga chiqaramiz. Yout xatolik deymiz va return deb funksiyani to'xtatamiz. Aks holda agar endi nima qilamiz? Foydalanuvchidan ma'lumot olishimiz kerak. Uning uchun nima qilamiz? Start va finishning o'rtasini topib olishimiz kerak. Start bilan finishning o'rtasini topish uchun nima qilishimiz kerak? Int tipida mid degan o'zgaruvchi yaratamiz. Mid teng bo'ladi start finish start plus minus finishga taqsim 2. Shuni oddiy qilib yozib qo'ysak ham bo'ladi. Start plus finish taqsim 2. O'rtasini oldik. Endi nima qilishimiz kerak? Foydalanuvchiga chiqarishimiz kerak uni. Ya'ni so'raymiz. Sen o'ylagan son shumi deymiz. Keyin u bizga aytadi. Yo ha yoki undan katta yoki undan kichkina deb aytadi. Endi nima qilamiz? Cout deb ekranga midni yozsak ham bo'ladi. Siz kutgan son deb midni chiqaramiz. Deb so'roq belgisi qo'yamiz. Yana cout qilamiz. Foydalanuvchi nimadan kiritishini bilish kerak. Biz nima kiritish kerak? Katta, kichik yoki teng belgilardan bittasini kirgizish kerak. Endi foydalanuvchidan oldik. Agar teng bo'ladigan bo'lsa, ya'ni if deymiz. Mid teng bo'ladigan bo'lsa, tenga dasturni to'xtatishimiz kerak. Buning uchun if teng tanasiga yozamiz. Cout son topildi. deymiz va return deb funksiyani to'xtatamiz. Aks holdachi, masalan, yo'q, bu yerda mid emas, qiymat teng bo'lishi kerak. Biz qiymatni olmadik hali. Qiymatni olishimiz kerak. Uning uchun nima qilamiz? Shart tipida qiymat degan o'zgaruvchi e'lon qilamiz. Va coutning pastida sen deb qiymatni qabul qilib olamiz. Agar qiymat teng bo'ladigan bo'lsa, tengga funksiya to'xtaydi. Aks holda qiymat teng bo'ladigan bo'lsa, katta belgisiga e'tibor bering. Nima qilamiz? Return binar game nima qilamiz? Ya'ni o'rtadan katta bo'lsa, o'rtadan chap tomoni bizga kerak emas. Bizga o'ng tomonni olishimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz? Mid minus 1 ni startga beramiz va finishni beramiz. Va funksiya yana o'ziga o'zi murojaat qiladi. Aks holdachi? Aks holda agar qiymat teng bo'ladigan bo'lsa, kichkina belgisiga
return binar game. Endi qarang. O'rtasi katta desa, o'rtasidan chap tomon kerak emas edi bizga. Endi nima qilamiz? Chap tomonini olamiz. Ya'ni endi bizning finishimiz mid -1 ga, boshlanishimiz finishga teng bo'laveradi. Ya'ni birinchisiga finish, keyingisi mid -1. Nimaga bu yerda ham mid -1 olyapman? Sababi biz 50 m deb chiqaramiz. Birinchisida 1 dan 100 gacha kiritadigan bo'lsa agar. U 1 dan 100 gacha kiritgandan keyin 50 m deymiz. 50 dan bu yog'i yoki bu yog'i. U aniq 50 sonli qatoridan chiqib ketadi. Shuning uchun mid -1, bu yerda ham mid -1 degan olamiz. Funksiyamiz yaratildi. Endi int main'ning ichida foydalanuvchidan so'raymiz. Endi nima deymiz? Sonlar orali kiriting. Int tipida a bilan b e'lon qilamiz. Sinqi a bilan b ni qabul qilib olamiz va binar game degan funksiyani chaqirib, unga a bilan b ni beramiz qiymat sifatida. Sizlar bilan endi dasturni ishlash jarayoniga o'tamiz. Ishlatib ko'ramiz endi. Bosamiz. Sonlar oralig'ini kiriting. 1 dan 100 gacha kiritamiz. O'zi nechini topishni o'ylaymiz. Masalan 33 da. 1 dan 100 ga sonlarni kiritamiz. Siz kutgan son 50 mi deydi. Biz kutgan son 50 emas, 50 dan kichkina. Siz kutgan son 25 mi? 25 dan katta. Siz kutgan son 37 mi? 37 dan kichik. Siz kutgan son 31 mi? 31 dan katta. Siz kutgan son 34 mi? 34 dan kichik. Siz kutgan son 32 mi? 32 dan katta. Siz kutgan son 33 mi? Ha, biz kutgan son 33. Teng belgisini qo'yamiz va ko'rib turganlaringizdek son topildi degan xabar ekranga chiqadi. Dasturimiz muvaffaqiyatli ishladi. Videoni ko'rganlaringiz uchun rahmat.